Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol maydoni. Qadrli futbol ishqibozlari, sizlarni o'zimizni ishonchli hamkor PinUp platformasiga taklif etaman. Bizning promokod orqali ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling. Manzil kommentariyadagi Telegram kanalda bo'ladi. Tezda qo'shiling va daromad qilishni boshlang. Demak, biz ham bugungi dasturimizni boshladik. Shomurodov super gol bilan taxtga qaytdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'ynayotgan Istanbul Başakşehir jamoasi Turkiya chempionatining 16-turini safarda Samsun Spor futbolchilariga qarshi o'tkazdi. Samsun Spor yuqori o'rinlarga da'vogarlik qilayotgani bois o'z muxlislari ko'z o'ngida faqat g'alaba uchun harakat qildi. Biroq Eldor Shomurodov yetakchiligidagi istanbulliklar raqibga yetarlicha qarshilik ko'rsata oldi. Bahsning birinchi bo'limida har ikki tomon hujumkor o'yin ko'rsatishga uringan bo'lsa-da, darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi. Uchrashuvning ikkinchi yarmida katta sahnaga Eldor Shomurodov chiqdi. 66-daqiqada 30 yoshli legionerimiz himoyachi xatosidan unumli foydalanib, to'pni egallab oldi va uzoq masofadan aniq zarba bilan super gol urdi. Shomurodov hisobni ochishdan tashqari uchrashuvning 83-daqiqasida yana to'pni egallab olib, hujum tashkil qildi va jamoadoshi Bertug Yildirimga golli pas uzatdi. Ushbu bahsda Abbosbek Fayzullayev boshlang'ich tarkibdan joy oldi va 67 daqiqa davomida maydonda eng faol o'ynagan futbolchilardan biri bo'ldi. Safarda 2-0 hisobida zafar quchgan Istanbul Başakşehir joriy mavsumdagi ochkolar sonini 20 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 8-o'ringa ko'tarilib oldi. Hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.